Bizni birinchi o'qigan kitoblarni vaqti soatini agar belgilamoqchi bo'lsak, savodimiz chiqqan yillarni belgilash kerak bo'ladi. Unga qariyb 70 yil bo'ldi. O'sha yillari biz tengilar nimani o'qigan bo'lsa, biz ham shuni o'qiganmiz. Xorijdan birorta kitob O'zbekistonga albatta kirib kelgan emas. Kirib kelganlari tarjima kitoblar bo'lgan. O'zimizni adiblarimizni kitoblari, she'riy kitoblar desak, Hamid Olimjon, G'afur G'ulom, Qahhor domla, Oybek domla shu zotlar darsliklarda o'qitilardi. Endi xristomatiya deymiz, darsdan tashqari o'qiladigan kitoblar. Unda ajabo hozir ko'pgina hayot bo'lgan yozuvchi shoirlarni shundoq savolga bergan javoblari bir-biriga o'xshaydi. Chunki hayotni o'zi o'xshaydi. Birinchi o'qigan meni kitoblarimdan masalan hech esimdan chiqmaydiganlari Robinzon Kruzo, boshsiz chavandoz. O'sha Robinzon Kruzolarni o'zbek ma'rifatparvarlari bundan 150 yil oldin tarjima qilishgan. O'zbek o'quvchisiga moslab. O'zi bir g'aroyib kitob bo'lgan. Bosh chavandoz. Bularda hech qanaqangi bir allaqanday oppozitsiya, odamlarni chalg'itadigan g'oyalar yo'q. Ya'ni hozirgi kun nuqtai nazaridan turib qaraganda, lekin o'qiladigan kitoblar. Shundan mana qancha yillar o'tib ketdi. Ko'p kitoblarni o'qidik. Ba'zilarini sevib, o'zimiz sevib o'qidik. Shuning uchun qaysi kitobni o'qingiz keladi degan savolingiz aytyapsizlar. Bu kitobga oddiy savolga oddiy va o'lmaydigan bitta javob bor. U ham bo'lsa ustozimiz unutilmas Abdulla Qahhorning gapi. Qahhor aytgan o'shanda, kitob shavq bilan o'qilishi kerak. Kitob shavq bilan, zavq shavq bilan o'qilishi kerak. O'qilmasa uni kimga keragi bor? Ana shu kitob, har qanday kitob shavq bilan o'qilishi kerak degan bir ma'nodagi gapni men bu yozuvchilarga ko'p narsa yuklaydi yelkasiga. Shunday asarlarda yaratish kerak. Bu mahoratga bog'liqdir.